82 kvadrat metrli neoklassika stilidagi podключимый ishlarimizni tugatdik. Bu yerda ham mebellarni, ham remontini qilib berganmiz. Kirib kelish vaqtida eshigidan birdaniga zalga kirib keldim. Zalga e'tibor bergan bo'lsangiz ham mana qangi chiroyli dekorativ patsiya qilib berganmiz. Haqiqatan ham boshqacha chiqqan. Bu tarafiga polka bo'lsa-ga, nariga yon bo'shlik bo'lsa-ga mana bunaqa avvalni qilib berganmiz. Yarashganmi, yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Kim bitta shu joyga sizga sekret aytib o'taman. Mana bu hozir laminat. Mana bu ham laminat. Qanaqa qilib avvalni qilganmiz? Nima deb o'ylaysizlar? Bilganlar bo'lsa, yo'q mebelchilar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Shpon emas bu lekin. Haqiqatan shponda lekin zo'r effekt beryapti. Buni ham aytib o'tay. Mana bu yerda alohida hozir bizlarga koridor bo'lyapti. Koridor qismiga kirishni mana shunaqangi matfi, pol mat bo'lgan kraskalardan ishlatganmiz. Orqa fonga bo'lsa ham bunaqa kattagina zerklar qo'yganmiz. Nimaga? U egalarining talablariga binoan bu bir. Ikkinchisi, koridorimiz ingichka. Ingichka koridorni bir kattadek effekt berib ko'rinishi uchun. Kiraverishda to'rida bitta sanuzlimiz bo'lyapti. Alohida rakovinasi, oynasi hamda tualetlarni qo'yib berganmiz. Bolalar yotoqxonasi lekin alohida bir chiroy. Mana bu qara orqasiga biralari bilan, mana bunaqa gachlari bilan. Bunga podmos bo'lgan, mana bunaqa palasa divanlarning orqa fonidagi podgalonliklar bilan haqiqatan chiroyli tushgan. Va eng muhimi, bolalarning oyog'i urmasligi uchun har tarafini mix qilib berganmiz. Mana bu yerda bo'lsa-ga dars zonasi, bemalol dars qilishlari uchun, rozetkalar, kompyuter qo'yishlari uchun joy qoldirib ketganmiz. Mana bu yerda bo'lsa-ga shkaf, narsalarni ilib qoldirishlar uchun. Kitob va shunga o'xshash narsalar uchun pastga joy qilib berganmiz. Maydagina joy, o'shandan ham lekin maksimum unumli foydalanilganmi. Kuxni qismimiz bilan tanishtiraman. Hamma qarang. Haqiqatan mashalloh deydigan bitta joyi bo'lgan bu. Chunki mana bu kuxnimiz boshida video olganimda mana bu yerda bitta kolonna bor edi. Har kim buni qanaqa yo'qotasan, hozir buni yo'qotishning iloji yo'q. Hozir qanaqa qilib abshat qilsa bo'ladi degan negativ fikrlarni bildirishgan. Pastda videosini ham qoldiramiz. Lekin abshat qilib, chiroyli qilib mana bunaqa topshirdik. Haqiqatan ham kolonna borligi ham bilinmaydi. Mebelni o'zi ham bir hashamatli turibdi. Chunki ranglariga bitta ahamiyat bersangiz agar haqiqatan juda ham bogati bir tsvetda rang qilib berganmiz, bo'yab berganmiz. Mana bu yerda bo'lsa-ga qop-qora такой bogati tilorang bilan kombinatsiya bo'lgan sanuzlarimiz, Home Expert napislari bilan juda ham haqiqatan chiroyli chiqqan, o'zimga yoqdi. Yana fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiring. Baholab keting birdan ungacha, yomon, yaxshi, boricha. Yo'g'im bo'lmagan holatda. Bularni spalningiz bilan tanishtiraman. Vzroslый spalni qismimizga keldik. Vzroslый spalni qismiga qaragan bo'lsangiz agar noodatiy ranglardan foydalanganmiz, yaqinda pardasi kelsa-ga yana bir o'zgacha bir effekt beradi. Ko'rayotgan bo'lsangiz agar alohida erkaklarga, alohida ayollarga alohida shkaf qilib berganmiz. Tumbuchkalari ham alohida va orqa fondagi podgalovniy qismi 2 qavatli bo'lyapti. Mana bu yerda podgalovniy qismi bo'lsa agar orqasi как dekoratsion holatda turibdi. Aytishingiz mumkin, yarashmayapti-ku deb, lekin ertaga parda tayyor bo'lgandan keyin qarasangiz agar haqiqatan juda ham zo'r bag'atli effekt chiqadi. Navbatdagi kvartiramizda video obzorlarni ham tugatdik. Agar shunaqangi chiroyli xonadonlarga ham siz yashamoqchi bo'lsangiz agar bitta niyat qilib qo'ying. Xudo xolasa korobkangizni oling. Remont qilish kerak bo'lsa agar shunchaki murojaat qilasiz, kalitni berasiz, kalitni olasiz. Bo'ldi. Salomat bo'ling.